Koreys erimni dam olish kunlarida nimalar qilganimiz haqida gaplashamiz. Koreys erim demang, Iris bitta-yu deydiganlar diqqatiga. Erjon yuzlarini ko'rgandan keyin "Voy, Iris koreysmi?" deb yozasizlar-yu baribir. Albatta buni podpischiklarim bilishadi, lekin meni videolarimni rekomendatsiya orqali begonalar ham ko'p ko'radi. Bugungi kunga qaytadigan bo'lsak, boshqa shaharga borib, sizlar uchun ko'plab zo'r narsalar olib keldim. Bu haqida esa alohida video kutib qolinglar. U yerdan chiqib qaynopamlarnikiga bordik. Uylari ayni shu shaharda edi. Ma'lumot uchun Koreya juda ham kichkina. Boshqa shaharga borish O'zbekistondagidek qiyin emas. Kimchiga moslangan konteynerlarni ularga oldik. Chunki ular uyda tayyorlab ham yeyishadi. Biz esa faqat ko'chadan sotib olamiz. Aytgan vaqtimizdan kech borganimiz uchun uyda hech kim yo'q edi. Farzandlarini to'garakka tashlagani ketgan ekanlar. Koreyada yangi qurilgan uylarda faqatgina karta yoki pin kod ishlatiladi. O'shaning uchun kodni bilsangiz, любой odam uyga kira olasiz. Uylarini qaranglar, qanaqa kitoblarga to'la. Ikkita farzandlari bor. Ikkitasini ham umuman bekor qoladigan vaqti yo'q. Ular kelishgandan keyin o'jin qilib, mazza qilib, o'yinlar o'ynab, kech bo'lganda uyga qaytdik. Kech olgan kresloyimiz bugun uyga kelish kerak edi. Afsuski unga ham ulgurmadik. Shunaqa qilib Erjon har doimgidek dam olish kunlarida ham dam ola olmadilar. Koreyadagi hayotim haqida keyingi videolar qiziq bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.